Murodjon bolam, Ola badi. mazam bo'lmayapti, menga qara. Nima? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, ada? Meni qo'rqitmang. Ha, Murodjon, qayerga shoshib ketyapsan? O'rtog'im mashinasini akkumulyatorga o'tirib qoldi. Shunda borib yordam berib yuboring. Bugun uy ishlariga menga qarashib olsang bo'lardi bolam. Men ham charchab keldim. Mana bu somonlarni salapallab o'ramasak ertaga ho'l bo'lib mog'ollab ketadi. Taxtalarni ichkariga naveslarga tashishimiz kerak. Hovlini tartibga solaylik bolam. Menga qarashgin. Ada, bu uyda ish tugamagan ham tugamaydi ham. Shu ishlar zarilmidi, ada. Men shundoq boraman-u kelaman. Keyin qilib qo'yarmiz. Bolama. Shu o'rtoqlaringdan ortmading. Qarigan chog'imda menga suyanchiq bo'lasanmi deb o'ylagan edim. O'rtoq, uladim, zavod qichiq. Qoyilman, bo'larkan-u. Ozgina tursin, o'rtoq, akkumulyatorni ham zaryadga oladi. Rahmat. 2 soatdan beri maktab turaman. Bittasi ham yordam bermaydi, Murod. Yoshligimizda ham boshimga ish tushsa faqat sen yordam berarding. Boringga shukur. Vaqting bormi, o'rtoq? Akkumulyatorni zaryadga olardi ungacha gaplashib turardi. Xafa bo'lmagin. Bilasan-u, ishim nozik. Ertalabdan kechgacha bo'sh vaqtim bo'lmaydi. Xudo xolisa bir vaqt topib o'tirib gaplashamiz. Hop, o'rtoq, hop. Kapotdan yopib borarsan, bo'pti. Shoshma. Mashsimlarni olib qo'y, akkumulyatorni silab ber ekan. Yo'lda qolib ketmagani. Kerak emasmi? Yo'q. Kerak bo'lsa ham o'rtog'ing mani, bo'pti. Hayda. Bo'pti, Murod. O'rtoq, yaxshi yetib ol. Sayfullo, oka, bir marta qaror ekan. Hop bo'ladi. Men safarga ketayotdim. Nima kamchilik bor? Hop, lak. Shukurki. Keyin naryoqda 2-3 ta taxtalar ham kamayib qolgan. Oyoq qilinadigan o'sha narsalar kerak-ku. Ertaga zakazlarni mijozga yetkazib berishimiz kerak. Aha. Men o'sha yetgan narsalarning hammasini olib keltirib qo'yaman. Hopmi? Bo'pti. Yaxshi ishlayapti. Hop, yaxshi aytib oling. Murod, chetga ol mashinangni to'xta. Ya og'ayni. Bormisan? Nima gaplar? Tinchmisan, yaxshimisan? Urib qo'yganim yaxshi bo'ldi san, o'rtoq. Bo'ldi, o'rtoq, nima qilish kerak? Oyog'ingga nima kiyib olding? Oyoq kiyimimga nima qilibdi? Suv yuribman. Dilamni qalbim toza bo'lsa bo'ldi-yu. Qizuvsan-da, o'rtoq. Mayli. Bo'lmasam, seximga bir ikkita narsa kerak edi. Bozordan shunda olib kelib bersang, zo'r bo'lardi. Bo'ldi. To'xta, men senga pul beray. Yo, pulingni olib qo'yur. Kelgandan keyin gaplashamiz. Bo'pti, men o'tib kelay. Telefoningga SMS qilib nomerini tashlab qo'yaman. Murodjon bolam, Ola badi. mazam bo'lmayapti, menga qara. Nima? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, ada? Meni qo'rqitmang. Yuragim ushlab qoldi, mazam bo'lmay ketyapti. Hozir, ada. Mashinamni kalitini qaqib qo'yuvdim-a. Yo'q, telefon qo'y. Voy, Oybegi. Oybek qayerdasan, o'rtoq? Alo, o'rtoq. Yaxshimisan? Yaxshimisan, Murod? O'rtoq, mashinam qulab qoluvdi. Kaltim topolmayotgandim. Shunga adamlarni baysiga olib borib kelingmi deyotgandim. O'rtoq, juda ham zarur ishim bor. Hozir majlisdaman. O'rtoq, srochniroq edi. Tushundim seni. Ziyodga telefon qildim. Telefonni o'chib beryapti. Xafa bo'lmagin, keyin telefonlashaylik. Bo'pti mayli. Ha, bolam. Yordam kerakmi? Ada. Shuni qidiryaptimiz? Boya yuragingiz yaxshi emas edi-yu. Mani-ku yuragim yaxshi, lekin sani qalbingni g'ubor bosgan. Qidirganingda kerak bo'lgan do'stlaring topilmayaptimi? Og'ir kuningda yaramayaptimi? Shuni bilib qo'yginki, hayotingdagi har qanday og'ir kunlarda otang senga kor qiladi. Otang yoningda bo'ladi. Hech qachon otang seni yolg'iz qo'yib qo'ymaydi. Shuni yaxshi bir bilgin, men kalitingni. Ada, to'xtang. To'g'ri aytasiz. Rostdan ham qalbimni g'aflat bosgan ekan.